ekan, bayramlar bilan tabriklayman. Sizga bir savol bor edi. Birinchi marotaba ishlab, o'zingiz ishlab topgan pulga onangizga 8-martga nima podarka qilgansiz? Birinchi yilda klinika internaturada oylik olganman. Darona.uz Oyligimni taqdim qaynonam etadi. rahmatlikka Abdujonizga berganman. Bezga gul olib kelganman. Juda xursand bo'lganman. Onamga birinchi marta ro'mol sovg'a qilganman. Rosa ham xursand bo'lgan. Ishlab topganimga emas, topgan. Dadam. Dadam. Gul bilan kuya qolgan oyligini pulini bergan. Onam eslay olmayman, lekin tabriklaganman. Birinchi oyligimdan emas, lekin Birinchi olgan oyligimga onajonimga nima olib beray deb so'raganman o'zidan. O'sha jemperni bozorga olib chiqib kiydirib olib bergan. Tashkilotda qurilishda ishlaganman. 40 so'm pul olganman. Onajonimga to'laganman. Biz onajonimga birinchi marta to'yga sovg'a qilganman. Ro'mol olganman. Ha, birinchi marotaba endi dadamdan olganman. Ro'mol sovg'a qilganman. Birinchi olgan oyligimdan 8-marta edi. Lekin 1 kilo go'sht bilan dadamni birini to'ylagan. Birinchi oyligim 220 ming so'm bo'lgan. To'yladim. Ikkala onamga to'yladim. O'zini topgan pulimga onamga birinchi ro'mol olganman. Buni Birinchi oyligimga o'zim yoqtirgan narsasini bergan o'zlari olishgan. Aka, onajonimga emas, qaynonamga olganman. Ro'mol olganman. birinchi oylik olganimda ro'molga kuchim yetgan ro'mol berganman. meni onajonim gullarni sevganlar. Shuning uchun doimo gul sovg'a qilardi. 90-yilda 80 ming olganman. 1983-yil. Keyin gulda oldimda, olgandan keyin o'shanda bir sovg'a qilganman. O'shanda menga rosa xursand bo'ldim. Birinchi ishlab topgan pulimga olib borganimda rosa xursand bo'lishgan. Oilaga byudjetiga qo'shish uchun qo'y olishgan. Esla olmayman. Qalblarga nur solding bahor, go'zal bahor.